Bugungi kunda ilm va innovatsiya yurtimiz kelajagini belgilab beradigan yo'nalishga aylandi desak aslo mubolag'a bo'lmaydi va bu yo'nalishda izlanayotgan, samarali mehnat qilayotgan va juda katta yutuqlarga erishib borayotgan yoshlar soni ortib borayotganligi albatta siz bizni xursand qiladi. Har yili Mirzo Ulug'bek vorislari tanlovi orqali mana shunday yoshlar, iqtidorli yoshlar aniqlanib, ularning ilmiy g'oyalari hayotga tatbiq etilmoqda. Bu yil ham tanlovda eng ilg'or g'oyalar saralanib, yutuqqa erishgan yoshlar taqdirlandi. Ular orasida O'zbekiston energetikasini raqamlashtirish yo'lida katta qadam tashlagan bir yosh muhandis nomi ham bor. U O'zbekiston energetikasining raqamli observatoriyasi loyihasi muallifidir. Demak, hozirgi ilk lavhamizda mana shunday iqtidorli yoshimiz bilan yaqindan tanishish fursati bizda bor. Tomosha qilamiz. Bugungi kunda elektroenergetika sohasi nafaqat iqtisodiy, balki zamonaviy texnologiyalar rivojining yuragi hisoblanadi. Mamlakatimizda bu yo'nalishda raqamli yechimlar, innovatsion loyihalar va yosh muhandislarning g'oyalari tobora kengroq e'tibor qozonmoqda. Ana shunday iqtidorli yoshlarning biri Toshkentdagi Milliy yadro tadqiqot universiteti talabasi Muhiddin Umidov bo'ladi. U ishlab chiqqan O'zbekiston energetikasi raqamli observatoriyasi loyihasi energetika tizimini modellashtirish va boshqarishda yangi davrni boshlab berishi mumkin. Muhiddin, o'zi energetika sohasiga qanday kirib kelgansiz? Energetika sohasiga men o'zi yoshligimdan qiziqish bo'lgan. Maktab paytida fizika, matematikalarga o'zi qiziqqanman, olimpiadalarga chiqqanman. Menda tanlov bo'lgan neft-gaz sohasiga yoki energetika sohasiga. Universitetlarni ko'rib o'tirgan paytimda menga o'tirolmay chiqqan. Mana shu Moskva muhandislik fizika instituti bor kadrlarini, studentlarini atom elektr stansiyasida va yadro energetika sohasida ishlashga tayyorlaydi degan qiziqqanman. O'sha keyin kelganman, topshirganman dokumentlarimni. Shu yerga keyin o'qishga kirib, o'qishni boshlaganman. Elektroenergetika va elektrotexnika yo'nalishi bo'yicha 4-kurs talabasi bo'laman. Nimalar qildingiz mana shu 4 yil ichida? 4 yil ichida bizning juda ko'p vaqtimiz o'qishga ketadi. Nimaga desangiz, o'qish qiyin, chunki bu yadro energetika sohasi malakali kadrlarga kerak bo'ladigan soha bo'ladi. 4 yil ichida biz ko'proq konferensiyalarda qatnashib, o'zimizning maqolalarimizni yadro energetika sohasi bo'yicha maqolalarni chiqarib va 2-kursdan boshlab proyektlar, loyihalar qilishni boshladik. Bu loyihalarni o'sha konferensiyalar o'ziga olib chiqqanmiz, tanlovlar bo'lsa tanlovlar olib chiqqanmiz, mudofaa sohasidagi innovatsion texnologiyalar bo'yicha tanlov bo'lganda, o'shani olib chiqqanmiz biz o'zimizning loyihalarimizni. Uning maqsadlari hali ko'p. O'zbekistonda energetika bo'yicha qanday ish qilmoqchisiz? Alohida elektrostansiyalarini, podstansiyalarni simulyatsiya qilish, ya'ni raqamli egizak deyiladi. O'zi raqamli egizak qanday bo'ladi? Misol uchun tasavvur qilaylik, bizda podstansiyamiz ishlaydi. Podstansiya bu kelayotgan yoki yuborilayotgan elektr energiyani mahalliy punktga yoki katta shaharga to'g'rilab moslashtirib beradigan punkt bo'ladi. O'sha punktni boshida biz 3D modelini qilib va unga ma'lumotlarni qo'shamiz. Nimaga desangiz, chunki hozir texnologiyalarning kuchi shunga yetadi. Mana shu podstansiyalarni o'zini polsiya simulyatsiya qilishga. Shunday qilib biz nimaga erishishimiz mumkin? Kelayotgan energiyani sifati qanday bo'lyapti? Bundan keyin bo'ladigan hodisalarni oldindan ko'rib, o'shalarga tayyorlanishimiz mumkin. Muhiddin hozirda universitetning elektroenergetika va elektrotexnika yo'nalishining 4-bosqich talabasi. 2-bosqichda o'qib yurgan paytlarida u loyihalash kompaniyasida muhandis-konstruktor sifatida faoliyat boshlaydi. Mehnatsevarligi va izlanuvchanligi tufayli tez orada unga mustaqil loyihalar ishonib topshirila boshlaydi. Shu paytda Muhiddin loyihalash jarayonida muhandislar va quruvchilar duch keladigan muammolarni chuqur tahlil qilib, ularni bartaraf etish yo'llarini izlaydi. Mana shunday izlanishlar natijasida O'zbekiston energetikasi raqamli observatoriyasi loyihasi paydo bo'ldi. Bu loyiha yangi texnologiyalar yordamida energetika obyektlarini loyihalash va qurish samaradorligini oshirishga qaratilgan. Aslida bu nafaqat dasturiy yechim, balki energetika tizimini raqamli ko'zguda ko'rish imkonini beruvchi muhim platforma hamdir. Bu loyiha energetika sohasidagi injenerlar, talabalar uchun yo'naltirilgan. Ya'ni boshida talabalar loyihaga qarab o'rganishlari mumkin. Qanaqasiga? Bu sistema orqali o'zlari nazariy bilimlarini praktikada qo'llashlari mumkin. Ya'ni bu loyihani o'zi boshida atom elektr stansiyasini raqamli egizak bo'ladi. Ya'ni har bitta bu konstruksiyadagi
elementlar o'zini fizikasi bor va o'sha o'zini fizikasiga qarab qanaqa ishlashi mumkin, qanaqasiga quriladi, shularni bilsak bo'ladi. Undan keyingina biz podstansiyasida o'zini ko'rsak bo'ladi. Energetika observatoriyasida immuniy energetik sistemani sun'iy intellekt orqali analiz qilib, kelajakdagi bo'ladigan o'zgarishlarni oldini olish uchun ishlatsa bo'ladi. Bu sistemani o'zi yaratishga menda 4 oy vaqt ketgan. O'sha 110 kilovatdan 36 kilovatga tushiradigan podstansiyani qilgandik va atom stansiyasining o'ziga ham shuncha vaqt ketgan. Qahramonimizning loyihasi energiya tarmoqlarining ishini simulyatsiya qiladi. Nosozlik va avariyalarni oldindan prognozlaydi. Talabalarni esa interaktiv shaklda o'qitadi. Dastur Building Information Modeling, ya'ni BIM texnologiyalari va energetika tizimi tuzilmasini uyg'unlashtiradi. Unda transformator podstansiyalari, generatorlar, hatto ob-havo ta'siri kabi tashqi omillar ham modellashtiriladi. O'zi bilishimiz bo'yicha atom elektr stansiyasida yadro reaktoridan chiqqan mexanik energiya, ya'ni suvdan chiqqan mexanik energiya parga aylantirilgandan keyin turba generatorlar orqali elektr energiya aylantiriladi. Loyihani o'zi eng birinchi bosqichi shundan boshlanadi. Ya'ni elektr energiyaning yaratilishi. Yaratilgandan keyin podstansiyagacha boradi. Bu podstansiyadan bizni aholi punktlariga, shaharning o'zini kerakli joylarda iste'mol qilishi jo'natsa bo'ladi. Mirzo Ulug'bek vorislari respublika tanlovi ana shunday yosh iqtidor egalari uchun keng imkoniyatlar yaratib kelmoqda. Muhiddin Umidov O'zbekiston energetikasi raqamli observatoriyasi loyihasi bilan faxrli g'oliblikni qo'lga kiritdi. O'sha loyihani ko'rsatgandan keyin bir necha ilg'or kompaniyalar o'zimga qiziqib qolib, ishga taklif qilishyapti. Hozir o'ylab ko'rib, o'shanga qarab ishga kirishni boshlayman. Lekin baribir bitta niyatim Moskvaning o'zida Milliy tadqiqot yadro universitetining o'zida o'qib ko'rgim kelyapti. Magistraturada yadro energetika sohasida yanada kuchaytirib, o'zim bilan oshmoqchiman. Nimaga desangiz, o'zimizning universitetda o'zida ham meni loyihalarimni juda qo'llab-quvvatlashadi. Kichkina yutuqlarimizga ham yo'lni tashlamasdan oxirigacha borish niyatim. Men yana bitta niyatim bor. O'zbekiston bayrog'i har doim eng balandda bo'lishini xohlayman.